o'qish bilan shartnoma qilib olgan firmalar katta oylikni va'da qilishib, qiziqtirib jo'natishadi-da Koreyaga o'qishga. Haqiqatda ular aytayotgan 2000, 2,5 3 ming dollarlik shu studentlar uyga jo'nata oladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, unday deb o'ylamayman. Chunki ishchi vizada ham o'zi 3000 dollar qiyin. Endi o'rtacha minimalni 1800, 2000. Undan ko'p topayotganlar ham ozdir. Lekin o'qish vizada qiyin. Chunki student bor, student naqasi bor, kontrakti bor. Kontraktiga yemoq-ichmoq to'laydi, yotoqxona to'laydi o'zi. Keyin o'qishga borib ko'rguncha avtobus to'lov, o'sha sug'urtalari bor, o'shalar bilan nima qolib ketib qoladi. Topayotgan puli baribir Koreyada qoladi. Koreyada qolib ketadi. Misol uchun ular ham 2000 topsa 1000 yo, 1000 dollar qolib ketib qoladi o'zida. Ha. Rasodlari qolib ketardi. Ishchi viza bo'lsa, boshliq o'zi to'lab beradi. Uni ham adashmasam 50% to'laydi. O'zimizdan ozgina yechadi-yu, lekin oilalarimiz to'g'ri boradi bizniki. Xullas, o'qishga borib olib, kontrakt to'lovlarini to'lamasdan, ish yoki o'qishni eplay olmasdan, nelegal holatga chiqib ketayotganlar ham ko'pchilik tashkil qiladi. Ko'p. Shuni, ya'ni qiyinchiliklarni hisobiga bo'layotgan ishlar endi bular.